Assalomu alaykum. Hurmatli aziz ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, vatandoshlar, hozir mana bitta ish bilan o'g'lim velosipedini nimasini tuzatgani bir do'stimizda Azizbekni uyiga keldim. Farg'ona viloyati Bog'dod tumani Bog'iston Begobod mahalla fuqaroligini Bog'iston ko'chasi 23-uyga. Bular bir yil bo'ldimi opa o'sha ishga? 4 fevral bir yildan o'tib 1,5 yil bo'libdi-da. 2025-yil 4 fevral kuni bir voqea bo'lgan. Farg'ona kanalining o'pirilishini oqibatida yo'l cho'kib, akamiz o'sha Matiz mashinasida o'sha yo'lga tushib ketgan. Uning orqasidan sog'liklariga zarar yetgan, ancha shifoxonalarda yotib davolangan. Mana shunaqa Matizda bo'lishgan. U Matizni keyin berib yuborib ustaga tuzalmaydigan holat kelgancha zapchaskaga berib yuborishgan. Nima bo'lgan aka? Bir ozim o'sha nima qilib? Mana O'zingiz tanishtiring. Men Bahramjon Aldarov. Nechinchi yilsiz? Men 1958-yilman. O'tgan yil 2025-yil 4 fevralda 4 fevral kuni soat 6da o'sha Oqmozarbog' qabristoni oldida yer o'pirilishda tushib ketganmiz biz. Videolarni chiqqan, ko'rganmiz. O'zbekiston ko'rgan, butun dunyo ko'rdi uni. Biz tushdik, biz orqamizdan keyin marg'ilonlar tushib ketgan. Damas'da. Ko'proq sizlarga zarar yetgan. Bizga ham ularga ham zarar yetgan baribir. O'sha shifoxonalarda yotib davolanishingizga qancha pul ketdi? 5-6 million ketdi kamida. Mashinangizga qancha zarar yetdi taxminan? Mashinamizga endi o'sha ancha zarar yetgan. Bu ustalar keyin narxlab $1,500 oldi. O'sha paytda. Men $4,000 olgan mashinamni. $4,000 olgan mashinangiz $1,500 berib yubordingiz. Tuzatib bo'lmaydi degandan keyin. Sizga faqat o'sha pul ketar sizdan ko'p, undan ham ko'p ketardi. Yo'l qurilish pul berdimi? Yo'q, bermadi. Kanalchi? Kanal. Yo'q, hech kim bergan yo'q. Sug'urtachi? Sug'urta ham bermadi. Tergov jinoyat qo'zg'atilgan, tergovlar bo'ldimi? Hech kim shu qanaqa pul bermadi, ola olmadingiz shu kungacha. Faqat mahalla fuqaroligidan 1,700,000 yordam puli bergan uni. Shu bergan pullari shu bo'ldi. Bo'ldi aka. Bu bo'yicha bo'lmasam kerakli idoralarga o'sha murojaat qilasiz. Men o'zim yordam beraman aka, xudo xolasa. O'sha sug'urtami, yo'l qurilishimi, kanalmi, kimdir buni o'sha ishni orqasida zarar ko'rgansiz, uni xudo xolasa qoplab berishar. Azizbek ham o'shanda siz ham nima bo'ldingiz? Mashinada birga ikkalang bo'lganmisizlar, xudosi. Yana kim bo'lgan mashinada? Ayol bo'lgan. Ular ham ular ham jarohat olganmi? Oyoq qo'li sinib, qo'llari sinib. Ular hech kim olmadi, hech qanaqa. Ular ham olgan yo'q. Bittasi bankomatda ishladi o'sha. Sug'urtaga hujjat topshirdingizmi? Topshirganmiz. Bermadimi shu kungacha? Endi sug'urta berilmaydi dedi, avariya bo'lganga berilar ekan. U tabiiy ofatga berilmaydi degan sug'urta. Faqat avariya bo'lsangiz kim berar ekan? Mashina to'g'rilashib ketsa beriladi dedi. Uni o'pirilib ketib tushib ketsangiz bermaydi. Tabiiy ofat dedi uni. O'pirilib ketishi endi siz o'zingiz o'pirib o'zingiz tushib olmagansiz, endi yo'l qurilishimi yo kanal nimasimi o'sha kimdir bo'yniga olib berish kerak edi-da. Bizdan oldinchi o'shanda ham nechta mashina o'tib ketgan, tushmagan ular. Biz boshimizga o'pirilgan, biz tushgan. Endi orqamizdan Damas. O'shanda Xudo saqladi, o'sha suv ketib qolganda 5-6 qishloqni suv olardi, Xudo saqladi. Sizlarni ham mana yuvib ketgan bo'lardi o'sha hamma qishloqlar. Keyin necha oy yotdingiz? Men esa davolanib necha oy yotdilaring? Men Farg'onaga Hikmatga olib ketdim. Bog'dodda davolanishmadim. Meni Farg'onaga jo'natdi. Farg'onada davolanishdim. O'zingiz yoningizdan to'ladingiz hammasini. Mayli aka, xudo xolasa shu mutasaddi idoralar ko'rib chiqar, buni yordam qilib sizga shuncha qancha taxminan 40-50 million zarar ko'ribsiz-da. Shu oqibatda. O'sha kanalmi, kim, yo'l qurilishimi yo sug'urtami kimdir bo'lsa o'shani xudo xolasa to'lab beradi. Salomat bo'linglar. Hozir mana o'sha ish bilan, o'zimning ishim bilan kelib qoldim. Shuna holat hali bir so'm pul olishmabdi. Men ham bilganim yo'q edim, hayron qoldim.
shu mutasaddi idoralardan so'rab qolamiz. Shu narsaga jiddiy qarab, mas'uliyat bilan shu mana qancha zarar yetgan bu oilaga, sog'liklariga shu kungacha hech kim bir so'm pul to'lab bermabdi. Salomat bo'linglar, o'zlaringiz fikrlaringizni yozib qoldirasizlar.